Bitta o'zingiz turasizmi shu yerda? Opchamlar bilan yashayman. Ular ham hozir mazalari yo'q. Oyoqlarini suyak yemirilishi. Ikkalamiz birga yashaymiz-da. Hozir opachingizdagi ham o'zingiz qarayapsiz shu yerda, to'g'rimi? Nimaga bunga rozi bo'ldingiz? O'zingiz betobsiz, shuncha boshingizda tashvish bor, qarzlaringiz bor, 40 millionga yaqin pul topib operatsiya bo'lishingiz kerak. Nega opachingizni olib o'tiribsiz qarab ularga? Chunki opachamda unga hech kim yo'q-da. Opacham turmushga chiqmagan, o'zlari hech kim yo'q. Bitta onam bor, ular ham kasal. Boshqa hech kimimiz yo'q. Dadamlar vafot etgan. 2021-yil bu yerga ko'chib kelganmiz. Xo'jayingiz bormidi u paytda? Yo'q, xo'jayinim qamoqda edi. O'sha paytlar ham xo'jayinim. O'sha paytda ham qamoqda? Ha, qamoqda edi. 18 yilga qamalib. Ha, 18 yilga qamalganlar. Hozirgi kunda ham qamoqdalar. Nega hovlini birorta devori yo'q? O'sha paytlar ishlardim, imkonim boricha uy qurishga harakat qilganman. Hozirgi kunda endi sog'lig'im ham to'g'ri kelmaydi, operatsiya bo'lishim kerak. Keyin 2 marta operatsiya bo'lib qoldim, imkonim bo'lmadi. Ichak muammosi bilan yanishmasam. Birinchi bosh miyadan bo'ldim, keyin jenskidan, hozir esa ichaklarimni yarmini olib tashlash kerak ekan. Cheni yarmini olib tashlash kerak deysiz? Olib tashlash kerak ekanda, o'sha ishlamaydigan holatga bo'lib qolgan deb doktorlar 1 yil oldin shu tashxisni qo'ygandilar. Ancha yillardan beri qiynalardim. Hozir 2 marta operatsiya bo'lganman, bu 3-chi operatsiyam. Kirlarni qayerda yuvasiz? Kirlarni ana bu xonachada yuvaman. Ovqatni qayerda pishirasiz? Ovqatni ham o'sha yerda. Kir yuvadigan xonangizda. Shu oshxonam yo'q-da, o'shanga kundalik ovqatga shu Alloh bergan narsalaridan, ne'matlaridan shu uyda bor narsa. Imkon darajasida. Kecha biroz tuxum bor edi, shu. Shu yerda ham oshxona? Ha, shu yerda. Har kuni bizga ayollarimiz telefon qilib, adasi nima ovqat qilib qo'ying, nima ovqat qilishni o'ylab topa olmayapman deb savol berishayotganda shu videoni ko'rsatinglar ayolinglarga. Men buni yemayman ada, menga shashlik olib bering. Yo'q, men shashlik yemayman, menga qozon kabob olib bering deyotgan farzandlaringizga ko'rsatinglar shu videoni. Ko'zimizni ochmaganimiz uchun ham boshimizga juda ko'p sinovlar, juda ko'p tashvishlar keladi va yana undan biz norozi bo'lamiz. Aslida o'shanga rozi bo'lib, qachonki biz ortiqchasini chiqarib bersak, shunda qalbimiz xotirjam. Shunda mana bunaqa oilalar ham bunaqa holatda yashashmaydi. Oshxona bilan hammomni bitta qilib yashashmaydi. Bozorligida bitta dona kartoshka bilan o'tirishmaydi. Ichkarini ko'rsatasizmi, ko'rsak maylimi, xijolat bo'lishmaydi. Mehmonga kelinglar deyishadi. Sizlar ko'rib turgan mana shu 5 ta tosh darvoza vazifasini bajaradi. Ko'rishingiz mumkin, shag'al tushirilgan, g'ishli tushirilgan, lekin ularning hammasi ham kimdir ehson qilgan. Bu opa sotib olishga hech qanaqa imkoniyatlari yo'q. Avvalambor sog'liqlarini ko'tarishimiz. Bosh miyada o'simta paydo bo'lgan, o'simtani oldirib ketma-ket jarrohlik operatsiyalarni o'tkazganlar, amaliyotlarni. Endi hozir ichak uzunlashib ketgan, bu ichakni qisqartirish uchun operatsiya qildirish kerak, 40 million so'm mablag' kerak. Undan tashqari suyak yemirilishi bilan og'riydigan, yurolmay qolgan opalariga o'zlari qarab o'tiradi. Hech bo'lmaganda duo qilinglar, shu videoni kimgadir jo'natib qo'yinglar. Qaysidir odam kimga ehson qilsam ekan deb o'tirgan bo'lishi mumkin. U nesh pul ehson qilishdan qat'iy nazar sizga ham o'sha ajr yozilib bo'ladi. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.